Assalamu alaykum, Xo'jali Makler ko'rganlari. Xo'jali Makler Nukusda Jida vokzalning qasında 22 mikrorayon 9/3 degan domning bir xonali uyimiz sotuvga qo'yilib o'tir agaylar. Mostning naprotivida aylanib ketgan domning, yegiz domning o'ng jag'idagi 4-etajda bir xonali uyimiz sotuvga qo'yilib o'tir. Zo'r lokatsiyada joylashgan agaylar. O'l jag'imiz temir yo'l vokzalimiz. Bizden uzoqlashmang. Shu iki domning o'rtasidan kirетін proxod bor. Proxoddan kirib kelsak, xudo qalasa, kirgan yerimizda o'ng jag'imizda 1-pod'ezd, 4-etaj bir xonali uy, zo'r lokatsiyada joylashgan uyimizning videozorini ko'rsatamiz. Kirib kelsak, xudo qalasa, o'ng jag'imizda o'sha oq temir eshik bo'ladi. Rossiyskiy burungi eshiklar bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Kirgan yerimizning biz uslay boslanadi. Ulkan koridor bor. Bo'l jag'ida birinchi xonamiz 3,5 metrga 7,5 metr remont жағдайлары o'rtacha holda. Al bo'l tarafimiz bo'lsa, negizi asxonasining ishini bo'satib, ikkinchi xona qilib olgan. Al bo'l jag'i balkon. Balkonda asxona qilib qo'yibdi. Rakvinalari, gazlari hammasi podarkaga qoladi. Isat olib ketilmaydi. Bu balkondan qarab o'tiradigan yeringiz. Buning aytılу бағасына kelетін bo'lsak, ya'ni 160 million aytылып жатыпты. Келісімді бағада қатып қалған сена емес ағайлар. Сондай арзан жай іздеп жүргендерге жіберіп отырайық, лайк, подписка басып отырайық. Ал бұл болса, душевойдың іші, қажетхана әмесі бар, раквина бәр зат подаркаға беріледі. Етіберің үшін рахмет, сау саламат болың.